Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ikkita katyolimiz bugun chiqib ketyapti. Garlikalari katyolni o'zini tayyorlab qo'ydik. Zember katyolarimizdan bitta 150 chap taraf bo'ldi, bitta 200 o'ng taraf bo'ldi. Bu Navoiy Navbahorga bugun Isuzuga yuklab yuboramiz, olib chiqib ketishadi. Bunisi Namanganga. O'zimiz vodiyga Namanganda qoladi. Bitta 150, bitta 200. Garlikalarni ham tayyor qilib qo'ydik, o'sha двойной reduktorli katta motorimizdan. Bunisi 150 ekan. 150 kvadratimiz garlikasi ozgina kalta bo'ladi. 25 sm bo'ladi yonadigan joyi. Kalta. Buniki 30 sm bo'ladi yonadigan joyi. 200 diki. 200, 300, 350 gacha mana shunaqa bo'ladi. Bundan bu yog'i bir xil. Ventilatorlari, motorlari ham 0.32 ham 0.25 ham qilib beryapmiz. Deyarli ko'rinishdan farqi bo'lmaydi. Bu 0.25 ekan. Двойной reduktor ikkitalik. Bitta 40, bitta 50 katta reduktordan через переходный val bilan ulangan hisobiga juda ham baquvvat. Qalin listlari, bu qismlari ham to'rlik, shniklarimiz ham to'rlik, ichlari fruit. Zo'r ishlab beradi. Katyollarimiz, bizning katyollarimizni kuzatuvchilarimiz ko'pchilik bilishadi, olganlar ham, ustalarimiz ham. Ichi ham, tashi ham to'rlik listdan. Hozir mana qavati ham, mana tashqi qavati ham, buni ichki qavati ham, chiqqan qavati ham, ikki xil qavati ham to'rlik. Tomlari ham, ichida teplobmenliklari ham to'rlik bo'ladi. Eshiklari uchlik bo'ladi. Hali eshiklari uchlik bo'ladi. Bu qavati, buni tashqi qavati, ikki qavat uchlik. Listdagi bitta bukib qilingan, baquvvat chiqadi. Ichiga keyin asbest plastinka qo'yiladi. Asbest plastinka issiq tashqariga uncha chiqarmaslik uchun, ushlab turish uchun 100% ushlab qola olmaydi, lekin ancha effekti bor. 150gimiz teplobmeniga 3 ta, bitta, ikkita, 3 ta teplobmenik, tagida turbasi bor yana. 5 ta turba bor bunda mana. 5 ta turbasi bor. Birinchi chiqqan issiqlikda turba bo'lib qoladi, undan keyin teplobmeniklardan o'tib chiqib ketadi. Bu qavati ham to'rlik. Turbamiz stenkasi ham 3,5 oshiq. 4 stenka deb berishyapti. 308 shunaqa atrofida chiqyapti stenka. Turbamiz ham qalin turbadan foydalanamiz. Bu shu Namanganga chiqib ketayotgan 150gimiz. Kuldoni ham ancha katta, kul tushadigan joyi. 20 sm dan oshiq. Zavodskiy katyollarda odatda kichkinagina bo'ladi. Tez to'lib qoladi, tez tozalab turish kerak. Buni 2 kunda bir tozalansa ham bemalol. Sifatli, xudo xolasa, yaxshi katyol olishni xohlaganlar bo'lsa, marhamat, telefon qilaverasizlar. Harakat qilyapmiz, sekin zavod darajasiga olib chiqishga harakat qilyapmiz. Sifatni oshirib borib. Demak, hozir turbasi 114 lik turba qo'yilsa tushaveradi. Iloji boricha ikki qavatli sendvichdan qo'yilsa yaxshi. Kondensat bo'lmaydi. Katyol umriga ham ta'sir qiladi. Ancha yaxshi bo'ladi. Podacha apparatga ikkitadan, datchiklikni ham ikkitadan qo'yamiz. Podacha ham xohlansa o'ng, xohlansa chap tarafdan ketaveradi. Ikkita bo'lakka bo'lingan xonadonlar bo'lsa ham bemalol tushaveradi. Ikkita motor bilan ikkala tarafdan ulab olib chiqib ketishaveradi. Podacha ham, apparatga ham ikkitadan. Mana pastda apparatga ham, bu tarafida ham bor, pastki qismida, tepada ham bor. Hatto mana shu turbalarni ham qalin turbadan ishlatamiz, demak o'tdikini. Bu ham 4 stenka turba. To'rlik deb berishgan, o'lchaganimiz yo'q, to'rlik chiqadi, qalin turibdi-yu. Bu o'sha yangi variantdagi katyollarimiz. Bu yoqda videolarni qo'yganmiz, sinovdan o'tdi. Ular endi kraskaga chiqadi. Yomg'ir yoqqanda tashqarida qolib ketgan, ozgina zanglab qolibdi. Bu yil yaxshi yomg'ir, yaxshi yog'yapti. Xo'p, bu yoqda ham tayyorlari bor mana. 150, 200, 300, 350, 900 gacha. Bu yoqda yana tayyor olib chiqildi, bu yoq kraska qilinadi. Mana zdaniyamiz orqasida ham bor. Chiqib kelyapti katyollarimiz. Bu mana ro'yxatimiz. Ular chiqib ketish kerak.